Bismillahirrahmanirrahim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qurbon hayiti kunini qanday o'tkazar edilar? Nabiy alayhi salatu vassalam Qurbon hayiti kuni g'usl qilar edilar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazon hayiti va Qurbon hayiti kuni g'usl qilar edilar. Nabiy alayhi salatu vassalam Qurbon hayiti kuni to namozni o'qigunlariga qadar hech narsa yemas edilar. Burayda radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fitr kuni, ya'ni Ramazon hayiti kuni taomlanmagunlaricha namozga chiqmas edilar. Eidul Adhoda esa namozga chiqqunlaricha hech narsa yemas edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Eid kunida masjidga piyoda borar edilar. Abu Rafi radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikki hayit kunida namozgohga piyoda borar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidga borarkanlar zikr qilib borar edilar. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozgohga borgunlariga qadar takbir aytar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayit namozini o'qishdan oldin hech qanday namoz o'qimas edilar. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayit namozidan oldin biron bir namoz o'qimas edilar. Manzillariga qaytganlardan keyin esa 2 rakat namoz o'qir edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidga bir yo'ldan borib, boshqa yo'ldan qaytar edilar. Jobir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidga borish va kelish yo'llarini boshqa qilar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qurbonliklarini hayit namozini o'qigandan keyin so'yar edilar. Baro ibn Ozib radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar, kim namozdan oldin qurbonligini so'ysa, u o'zi uchun qo'y so'yibdi. Kim namozdan keyin so'ysa, qurbonligini mukammal qilibdi va musulmonlarning sunnatini topibdi dedilar. Alloh taolo barchamizni har bir ishimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashadigan solihlardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.